Oysha va uning mushugi. Chelaklar quygandek yomg'ir yog'ayotgan edi. Havo juda sovuq va shamol shiddat bilan derazalarga urilar edi. Oysha va uning oyisi deraza yonida bir stakandan sut ichib yomg'irni tomosha qilishar edi. Ko'chada biror kimsa yo'q. Qaynoq sutidan bir ho'plagan Oysha, "Oyjon, havo juda sovuq. Hozir ko'chada bo'lganimizda nima qilar edik?" dedi. "Yaxshiyamki uydamiz", dedi oyisi Oyshaning boshini silab. Oysha derazadan qarab, devorning pastida kichkina bir qora narsaga ko'zi tushdi. Nimaligiga qiziqib, o'sha tomonga tikilib qaradi. Devorning pastidagi qora narsa sovuq qotib qolgan mushuk bolasi edi. Bechora shalabbo bo'lgan, dir-dir titrardi. Oysha mushuk bolasini oyisiga ko'rsatdi. "Oyjon, iltimos, uni ichkariga kiritaylik, rosa sovuq qotibdi." Onasini biroz jahli chiqdi. Ko'cha hayvonlarni uyga kirishlarini yoqtirmas edi. Oysha esa juda ko'ngli yumshoq bir qiz edi. Mushukchaning bu ahvoliga juda ham rahmi keldi. "Oyjon, iltimos, uni kiritaylik. Bir kuni biz ham shu ahvolga tushishimiz mumkin-ku", deb yalingandan keyin oyisi uni ichkariga kiritdi. Oysha tez plashchasini kiydi va qo'liga o'yinchoq savatchasini olib ko'chaga chiqdi. Mushukcha juda ho'l edi va horg'in ko'rinar edi. Boshida u Oyshadan qo'rqib qochmoqchi bo'ldi. Keyin esa Oysha unga mayin ovozda "Kela qol, mushukvoy, senga yordam bergani keldim", dedi. Mushukchani savatiga solib uyga olib keldi. Avval uni toza sochiqqa artib, tanasini quritdi. Keyin unga iliq sut berdi. Mushukvoy sutni tez-tez ichib qo'ydi. Juda ochiqqan edi u. Paxmoq mushukcha Oysha unga tayyorlagan o'rinda uxlab qoldi. "Oyjon, Xudoyim hech kimni uysiz, oyisiz va kimsasiz qoldirmasin", dedi Oysha. "Xudoyim bizga qiyin ahvolga tushganimizda yaxshi insonlarni uchratsin", dedi oyisi kulib. "Xuddi mendekmi oyijon?" dedi Oysha. Oyisi uning gapiga kulib javob berdi. O'shandan buyon ismini Momiqvoy deb atagan mushukcha bilan do'stlashib qolishdi. Oysha unga bor mehrini berib, parvarish qila boshladi.